Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. İşğaliyyətin 76-cı yılında İstanbulda Xitayğa qarşı namoyish ötküzüldü. 1 oktyabr Şərq Türkistanның Xitay təcavüzçüləri tərəfindən işğal qılınğanlığının 76 yıllığı münasibəti bilan İstanbuldakı Xitay konsulxanasının aldıda Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliyi və başqa 17 təşkilatның birlikdə uyuşturuşı bilan işğaliyyət və irqi qırğınçılıqqa qarşı kəskin ifadə bildiriş və işğaliyyətçi Xitayğa qarşı duruş namoyişi ötküzüldü. Tushga yaqin boshlangan namoyishda oldi bilan Turkiya va Sharq Turkiston istiqlol marshlari o'qildi. Bu qatimqi axborot bayonoti 4 tilda e'lon qilingan bo'lib, oldi bilan Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi dotsent doktor Olimjon Bug'da turkcha bayonot e'lon qildi. U Xitoylarning Sharq Turkistonga qanday besib kirganligini va bugungacha ijro qilayotgan sanoqsiz jinoyatlarni bir-birlab eslatib o'tdi va navbatdagi jazo lageri siyosati bilan millionlagan Sharq Turkiston xalqini yo'qotganligini, afsuski dunyoning bu jinoyatlarga sukut qilib qolmasdan, balki Turkiyadagi o'zini siyosatchi yoki axborotchi deb davron selib yuradigan ba'zi shaxslarning Xitoylarning jinoyatlarini oqlashga urinayotganligini bildirdi. U so'zda yana irqiy qirg'inchilik jinoyatlarining faqatli xalqqa emas, balki Sharq Turkistondagi barcha narsaga kengayganligini ta'kidladi va qonxo'r Shi Jinpingning necha kun burun Sharq Turkistonni ziyorat qilib, minglagan kishining qo'liga gul tutqizib, Sharq Turkiston xalqining intayin baxtli ekanligini ko'rsatishga uringanligini bildirdi. U so'zda yana Turk dunyosi va islom dunyosining bu jinoyatlar oldida sukut turayotganligini, Sharq Turkiston xalqining Xitoyga hargiz bosh egmaydiganligini bildirdi va Uyg'ur xalqining musulmonlardan va Turk dunyosidan kutidigani haqida to'xtalib, bizning yenimizda turmasanglarmi, Xitoyga qarshi turmasanglarmi, hech bo'lmasa bizning qarshimizda turmanglar. Bizga qarshi Xitoyning sepida turmanglar dedi. U so'zining oxirida Xitoyning Sharq Turkistonni yo'qotgandan keyin na Turk dunyosi na islom dunyosining saqlanadiganligini, aslida Sharq Turkistonning Xitoyning oldida mustahkam qal'a rolini o'ynayotganligini ta'kidladi. Arqadan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Nurmuhammad Turkistoni inglizcha bayonot e'lon qilish uchun sahnaga chiqdi va butun dunyo jamoatchiligini, islom dunyosini, shundaqla turk xalqini va Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'anni Xitoyning tasavvur qilg'usiz jinoyatlarga qarshi amaliy qadam tashlashga chaqirdi. Arqadan Uyg'urcha axborot e'lon qilish uchun Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Musajon Ar sahnaga chiqdi va ishg'oliyatning 76-yilida navbatdagi Sharq Turkistonning qaysi holga kelganligini eslatib, Turk dunyosi va islom dunyosidan kutadiganlarini bir-birlab tilga elib o'tdi. Arqadan islom dunyosi va arab dunyosiga xitob qilish uchun Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Mahmudjon Damollam arabcha bayonot e'lon qildi. U Xitoy tajovuzchilarining 76 yildan buyon to'xtovsiz ijro qilayotgan jinoyatlarga Sharq Turkiston xalqining qilchi bosh egmaganligini, afsuski islom dunyosining xalqaro sahnalarida Xitoyning jinoyatlariga sukut qilib qolmasdan, balki Xitoy bilan bir safda turayotganligini bildirdi va dunyo jamoatchiligi, islom dunyosi, ulamolar va axborot vositalaridan kutadiganlarini tilga elib o'tdi. Arqadan Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi va Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlar munbiriga vakolatan Abdullah O'g'uz so'z qildi. U so'zida Uyg'ur xalqining razil bir rejim bilan qanday kurash qilayotganligini, bu kurashning mohiyatining nima ekanligini tushuntirdi. U Turk xalqining mas'uliyatlarini asildib, Sharq Turkiston xalqining bu diyorlardagilarni o'z qarindishim deb qaraydiganligini va yotdan kutadiganlarini emas, balki bir qarindoshning qarindoshdan kutadiganlarini kutayotganligini, bugun bo'lsa real siyosat qurboni bo'layotgan Uyg'urlarning qalblarini puchlayotgan nuqtaning o'z qarindoshlari tarafidan tashlab qo'yilishdek ta'rifligisiz tuyg'u ekanligini bildirdi. Arqadan Darul Iman Akademiyasi raisi Mahmud Amin Damollam so'z qildi va Xitoyning sanoqsiz jinoyatlaridan biri bo'lgan ko'zbo'yamchilik jinoyatini qaysi tariqada yurgizayotganligini misol bilan tushuntirdi va Xitoyga oldinayotganlarni ogohlantirdi.
Arqadan Dünya Uyghur Qurultayı Vaqfi vakili Dilshod Barishchi va Uyghur Akademiyasi raisi Abdulhamid Qaraxon ayrim so'z qildi va Xitoydan iborat jinoyat guruhining cho'qim vayron bo'ladiganligini va mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining cho'qim quriladiganligini ta'kidladi. Oxirida Avstraliyadan kelgan jamoat mo'tavarlaridan biri Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi ustoz Abdusalom Alim so'zga chiqib, Xitoyning vahshiyona jinoyatlarini eslatib o'tgandan keyin Xitoydan qutulish uchun nimalarni qilish kerakligini bayon qildi. Uning boshchiligidagi o'pchi duo bilan namoyish oxirlashdi. 1-oktyabr dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkiston xalqimi Xitoyga qarshi namoyishlar va turli faoliyatlar bilan noroziligini, g'azab-nafratini bildirmoqda. Xi Jinping Sharq Turkistondan qaytibla dinni xitoychilashtirish haqida yig'in ochdi. Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi 29-sentabr dinni xitoychilashtirishni sistemalik olg'a siljitish to'g'risida 22 qatimliq kollektiv o'rganish yig'ini ochgan va yig'inga Xi Jinping riyosatchilik qilib, asosiy qatlam ul xizmatini kuchaytirib, davlatimizda dinni xitoychilashtirishni sistemalik olg'a siljitib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklash kerak deb chalvo qilgan. Xitoy tashviqot organi Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha, Xi Jinping Kommunist partiyasining din xizmatini davlatni idora qilishda muhim o'ringa qo'yib, dinni xitoychilashtirish yo'nalishida chingtirish qatorliq bir qator yangi tadbirlarni yo'lga qo'yganligini, Xitoyda faqat dinni xitoychilashtirishni uzluksiz olg'a siljitgandala, dindorlarning rayishligi, millatlar ejilligi, jamiyat inoqligi, davlatning abadiy amalligini ilgari surgili bo'ladiganligini bildirib bildirgan. U yana Xitoyning Xitoy Kommunistik partiyasi rahbarligidagi sotsialistik davlat ekanligini, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklash muqarrar talab ekanligini bildirib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani to'g'ri bo'lgan davlat qarashi, tarix qarashi, millat qarashi, madaniyat qarashi, din qarashini mustahkam turg'izib, atalmish 5ni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirish kerakligi haqida jar solgan. Xi Jinping yana tarixni numussizlarcha burmalagan holda Xitoydagi har qaysi dinlar boshdan oxir Junxo zaminida yildiz tortib, Junxo madaniyati bilan uzuqlangandala, ondan sog'lom varislik qilishni ishga oshira oladi. Junxoning 5000 yillik madaniyligida yildiz tortib, davlatimizdagi dinlarning Junxo munavvar an'anaviy madaniyatiga yug'urilishiga turtki bo'lib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani Junxo madaniyatini qalbdan e'tirof qilish tuyg'usini kuchaytirishga yetaklash kerak deb bildirilgan. Xi Jinping yana aloqador qonun, nizom va siyosatlarni kuchaytirish, tashviqotni qanot yaydirish, qonunni qattiq ijro qilish, Xitoy Kommunist partiyasining din xizmati nazariyasi va siyosatlarini umumyuzlik izchillashtirish kerakligini ta'kidlagan. Xi Jinpingning Sharq Turkiston ziyaratidan qaytibla bu xil yig'inga riyosatchilik qilishi va dinni xitoychilashtirish nomida Xitoy kommunistlaridan farqli bo'lgan har qanday madaniyat va dinni yo'qitishdek razil siyosatini texmi kuchaytirishni ta'kidlashi diqqat qo'zg'adi. Dunyodagi eng chong shifrliq pul aldamchiligining bosh jinoyatchisi Xitoyga sud ochildi. Londondagi bir sud mahkamasi dunyodagi eng chong shifrliq pul aldamchiligida bosh rol o'ynagan bir Xitoyga sud ochgan bo'lib, u sudda jinoyatini e'tirof qilgan. Mazkur shifrliq pul aldamchiligiga chetishlik summa taxminan 7,4 milliard Amerika dollariga yetadi ekan. Angliya London saqchi boshqarmasining bir bayonotida bildirilishicha, Chen Jimin ismli Xitoy ayol 2014-yildan 2017-yilgacha bo'lgan mezgilda Xitoyda keng ko'lamli aldamchilik harakatini boshlagan. Bu jarayonda 128 mingdan ortiq kishi aldangan bo'lib, o'g'irlangan pullar Bitcoin shaklida saqlangan. 2018-yildan tortib bu xalqaro pul yuvish to'riga qarata 7 yilga yaqin tekshirish ijro qilingandan keyin 47 yoshli Chen Jimin dalil isbotlar oldida oxiri jinoyatini e'tirof qilgan. Soqchilar uningdagi jami 61 ming bitcoinni musodara qilgan. London saqchi boshqarmasi Chen Jiminning ayni vaqtda soxta hujjatlarni ishlatib, Xitoydan Angliyaga qochib borganligini va London, Dubay qatorliq joylardan qimmatbaho uy sotib olish orqali qonunsiz pullarni yuyishga uringanligini aytgan. Mazkur Xitoy navbatda qamoqda bo'lib, sudning bu delo to'g'riliq hukm e'lon qilishi kutilmoqda ekan.
Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugünkü xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.